Hammaga salom, sizlar bilan короче artefakt. Yo, aytgancha meni kinoyim boshlanib qoladi. Oyga uchirilgan birinchi odam haqidagi kino. Kinomi, videoda xullas jonli efir. Aytgancha men buni ko'rish uchun hatto pitsa ham olib keldim. Endi o'rindiqda o'tirib, nima yopib qo'ydim. Endi o'rindiqda o'tirib qo'shib qo'yamiz. Mazza qilib ko'ramiz. Xo'sh, ming afsuski uchish qoldirildi. Bizga uchish uchun odam kerak. Biz uni kutib qolamiz. Nima deganini eshitding? Nima? Bu degani men oyga uchishga borishim mumkin degani. Bunda imkoniyatni foydali, samarali foydalanish kerak. Shuning uchun men yo'lga otlanaman. Ketdim, narsalarimni taxlab olay. Men shaharga borib kelaman. Shahar tomon olg'a boramiz. Hozircha tinchgina bormoqdamiz. Xo'jayinlar qayerda deyapman men senga. Ayt naqi. Qayerda? 3-qavatdami? Ha, to'g'ri topdingiz, 3-qavatda. Endi men bilaman-da qaysi qavatdaligini. Telefon qilib aytuvdi menga. To'xtalar. Bu yerda lift yo'qmi? Hech qisi yo'qsidan foydalanib chiqaveramiz. Menimcha bu 1-qavat. Past 1-qavat edi-ku. Demak bu yer yo'q. Mana bu 3-qavat. Axir o'zi. Xo'sh. Qayerda bo'lishi mumkin? Bu yer mehmonxona, restoran. Ayni men sizni izlab yurgan edim. Xo'sh. Hozir gaplashamiz. Hojatxona qayerda edi? Endi men endi kazolardanman. Menga boyagi masala bo'yicha keldim. Ya'ni fazoga uchishga odamlar yo'q ekan. Короче, shunga keldim. Shu odam bo'lmoqchiman-da, xullas. Meni ishga olasizlar, bo'lmasam o'ldim deyaver, xo'pmi? Xo'plashibim, siz nima desangiz shu bo'ladi. Yes qilamiz. Bilardim. Men o'tishimda hech qanday testdan o'tmaymanmi? Agar men fazoga uchmasam, seni kallangni do'ppi qilib bor. Mayli ketdim. Raketani ertaga tayyorlab turinglar. Ertaga yana kelaman. Uyga ketish vaqti kelganga ham o'xshaydi. Undan oldin esa skafandrni kiyib olamiz. Mana go. Endi esa sizlar bilan videoning asosiy qismi, ya'ni raketani qo'yishni o'rganamiz. Birinchi albatta yoqilg'ini qo'yamiz. Chunki yoqilg'isiz raketa uchmaydi.
Endi esa ustiga raketani qo'ysak, uchishni boshlaymiz. Xayr, ona Vatan, seni hech qachon unutmayman. Va nihoyat biz Oyga yetib keldik. Endi esa biz dunyoga birinchi marta kelgan, dunyoga deb Oyga birinchi marta uchib kelgan o'zbekistonlik ikkinchi odammiz. Chunki birinchi marta artifak uchgan edi va bayroqni qo'yamiz. Birinchi bu o'zbeklar keldi deymiz.